Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, azizlar. Mana shu 2 etajli uyga hozir abajaralarni boshlaganmiz. Ko'p aka-ukalarimiz so'rashdi. Shu obzorni qiling deb, nasib bo'lsa hozir mana shu uyni razmerlari haqida barchasini batafsil aytib o'tamiz. Nasib bo'lsa, kim niyat qilgan bo'lsa, like bosib fikrlarni kutib qolamiz. Hammaga nasib qilsa, o'zimning havasim ketdi to'g'risi. Hali bular o'sha proyektlar odam nima deydi, ko'ngli o'tirmaydi, lekin yoqdi menga. Sabablarini hozir bitta-bitta kirib, nasib bo'lsa obzorni qilamiz. Mana bu remusturlarni ham o'zimizda Oybijon ustamiz qo'yishgan. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. O'sha rim kalonni qo'yish xizmati bor va o'sha qoliplar ham sotuvda bor, mavjud hozirgi paytda. 20-may 2025-yil sanamiz. Hozir kirishasi qolgan hamma joylar bitgan. Batafsil bitta-bitta ko'rsatamiz. Azizlar, hozir darvozaxonamiz 10:40 ga 9:30 ga juda ham katta tashlangan, haqiqatda chiroyli. Sababi qanday tadbirlar o'tkazaman desa ham, masalan, joylar mavjud. Bu yerda mana hozir filtalar bosilgan. Mana batafsil keyingi etajlarni ham ko'rsatamiz. Ustakalarimiz mana ijod qilishyapti. Hammaga nasib qilsin, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Fikrlarni o'sha kommentariyada yozaverasizlar bemalol. 10:40 ga 9:30 darvozaxona qilingan mana. Hozir tepa qavatlarni ham ko'rsataman. Ko'p kishi so'rashdi. O'sha obzorni qiling deb. Hozir tepa qavatlarni ko'rsatamiz. Zinalar qilingan. Berish jarayoni davom etyapti. Shogird zinadan chiqamiz. Ikkinchi etajga hozir razmerlarni batafsil aytamiz. Juda ham chiroyli tashlangan, haqiqatda proyekt juda ham yoqdi men o'zimga. 5,5 ga 330, eni 330 qilingan, xonalar hammasi o'sha eni bir xil qilib, mana shu paltarog'ishdan qilingan. Mana bir sanuzilimiz va bu ham 5,5 ga 330 lik xonamiz. Mana 9:30 ga 320 lik o'sha zalimiz. Katta kirib, shu xonalar bo'linib ketadi. Mana bu yer bittasi mehmonxona bo'lar ekan, bittasi detskiy xonada kak bo'lar ekan. Mana bu yerdan bo'linadi mana. Mana bu yoqda eshik qo'yilgan, kiriladi. Bu yoq bo'lingandan keyin bu yoq alohida mehmonxona bo'ladi. Bu ko'cha tomon, ko'cha qismi bu hovli tomon. Azizlar, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz, fikrlarni kutamiz. Ustakamiz ko'p yillik o'sha professional poxsachi ustamiz, xonadonlari. Biz ham shu yerga ishlayapmiz. Qo'llar dard ko'rmasin, juda ham ko'p yildan beri taniymiz. Haqiqatda el xizmatda yurgan bir halol kasb egasi akamiz. Mana shunday imoratlar qurishgan. Hammaga nasib qilsin. Juda ham havas qildim. Addi shu yurakdan juda ham yoqdi. Nasib bo'lsa, o'sha nima deydi? Niyatlarimiz ijobat bo'lsin hammamizni. Baho berasizlar mana. Mana bu yerga to'liq stiksiz o'sha profillik temir qo'yilgan ekan, bolor qo'yishmagan. Mana yog'ochlar ham kelgan, lekin yog'och qo'ymay akkuratni ishlangan. Qaranglar, razmer bilan ustlari o'sha qog'ozlar tashlab, shuvoqlari bo'lgan. Kirshat, ya'ni shipir yopishga tayyor qilib qo'yilgan. Hammasi joy-joyi akkuratni qilingan. Ustakamiz o'zlari qilishgan. Shu g'ishtlarni ham terishgan, regil kalonlar qo'yilgan, mana tomlar yopishi. Biz malyarkasiga keldik, nasib bo'lsa o'sha ishga turka padmayak yoki jilkaga urib beringlar. Yaqinda jarayonlarni ham ko'rsatamiz, kuzatib boringlar. Mana bu yerimiz mana o'sha katta zaldan chiqish joyi qilingan. Mana bu yer, mana bu yer ham akkuratni chiroyli qilib yopilgan tepa qismi. Va bu yerimiz mana kak balkonda, o'sha balkon qiling, chiqib bir toza havoda maza qilib, juda ham keng qilingan haqiqatda. 5 metrlar bu, adashmasam 2,5 ga 5 metr joy bor.
Bu yerdan kiriladi. Hammasi joy-joyiga qilingan. Ish yana shunday bo'lsa, odam yoqadi. Qancha ko'p ko'rsa, juda ham akkuratni ishlangan, toza, nollar olingan. Qaranglar, tag qismi. Millimetr ham adashilmagan, absolut. Mana bu lekin bitta uzun qo'yilgan ekan, stiksiz mana. Mana shu 3 ta uyga o'tib ketgan mana. Profildan, shu temirlardan keyin to'liq kraska bo'lgan ekan, ikkitasi kraskasi qolgan ekan, lekin qolgan hammasini to'liq o'sha zanglamaslik, keyin muammo bo'lmasligi uchun kraska qilib chiqishgan ekan, to'liq hammasini. Bu ham balkonda qilingan. Hozir ish jarayonidan biz malyarkasiga keldik. Shu jarayonlar ishlayapmiz. Yaqin kunlarda shkaturkalarni ham ko'rsatamiz nasib bo'lsa. Shu xonadonimiz Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida joylashgan. Sentrda joylashgan. Hammaga nasib qilsa, addushi lekin realni havas qildim. Juda ham yoqdi proyektni, bir chiroyli qilingan. Darvozaxonalar katta, keng. Masalan, vaqt ko'p ketsa ham sraz birdan ko'tarmay yoki xomga shu endi oldin poqsa, boshqa bo'lgan imkoniyatga qarab qilinadi baribir, lekin sekin-sekin mana shunday qursa nadejni bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Endi xomush variantlar ham bor. Pishig'ishni xomini ham tersa bo'ladi. Baribir o'sha tabiatda ham hisob-kitob qilish kerak. Masalan, o'sha kirshasini yopolmay qoldingiz yo mana shunday g'isht terib, ustki qismini shuvoqlarni qila olmay qoldingiz. O'sha nima deydi, yomg'ir, qor hech qanday muammo bo'lmaydi. Mana regellarni qo'yilsa, g'ishtni o'zi ham turaveradi. 5 yil, 6 yil. Masalan, yig'inib birdan qilaman desa ham keyin yo sekin-sekin qilaman desa. Hammaga nasib qilsin, niyat qilganlar bitta like bosamiz. Elektrichествоsi ham nasib bo'lsa mana o'tyapti. Kuzatib boringlar, juda ham chiroyli qilingan proyektlar, ustovorni o'zlari o'sha chizmalarni qilib o'zlari qilganlar. To'liq pilta bosilgan. 2 bilan 1-etajda o'rtasida mana piltalar qilingan. Tepa qismi mana profil qo'yilgan. Hammaga rahmat, bizni kuzatganlarga. Mana obzor qilingan ishni qo'ldan kelgancha obzor qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat barchaga. Yo'qlar bitgandan to'liq keyin pero'lalar bo'ladi. Mana oynalar bo'ladi, asfaltlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.